Qish kelib, biz shug'ullanadigan sport zalida ancha sovuq bo'lib qoldi. Murabbiyimiz boshqa zalga mashg'ulotlarni davom ettirishimizni aytib qoldi. Yangi sport zal tuman chetida edi. Yigitlar bilan ko'pchilik bo'lganimiz uchun manzil uzoq bo'lishiga qaramasdan piyoda yo'lga chiqdik. Yangi sport zal issiq ekan. Mashg'ulotlar yaxshi o'tdi. Uyga qaytyapmiz. Kech tushib qolgandi. Afsus, yigitlarni asosiy qismi ana shu hududga yashagani bois men faqat Ismoil bilan ikkimiz uyga qaytdik. Ko'chalar qorong'u. Ikkimiz ham jim ketardik. To'g'risi, ko'chadagi bu jimjitlik meni vahimaga soldi. Sovuq shamol turgandi. Birorta ham chiroq yo'q edi atrofda. Qo'rqyapsanmi? Fikrimni bo'ldi. Gap boshladi sherigim. Nima? Nega qo'rqar ekanman? Sezdirmaslikka urindim. Nega qaltiraysan? Ko'p mashg'ulot qildim chog'i. O'zingni ko'p urintirma. Xo'p, men mana bu ko'chaga burilaman. U yog'iga o'zing ketasan. Biz xayrlashdik. Yo'lda o'zim ketardim. Katta yo'l bo'yida o'zim yolg'iz atrofga qarab qo'yardim. Nihoyat orqamda mashina nuri ko'rindi. Xursand bo'lib ketdim. Damas ekan. Uni to'xtatdim. Yo'l bo'lsin yigitcha. Shofyor eshikni ochib menga yuzlandi. Amaki, murabbiy Zokir akaning mashg'ulotlaridan qaytyapman. Tuman markazigacha olib keting, dedim. U kishi ham menga o'ylanib qarab turdi-da, chiq dedi. Mashina qo'zg'aldi. O'g'lim sport bilan shug'ullanish yaxshi albatta, lekin bu yerlarda kech kirganda yurmagin. Mana shu yonimizdagi dalani ko'ryapsanmi? Sobiq ittifoq davrida ruslarning qabristoni bo'lgan deyishadi. Yana bilmadim. Bu payt biz kichkina bola edik. Guzarlarda o'tirsak shunaqa deb kattalar aytishardi. Endi o'g'lim jin ajinani mavjudligiga ishonadigan yoshdan o'tganman. Shofyor aka qattiq kuldi. Lekin ehtiyot bo'lgan yaxshi-da. Shofyor gapini yakunlamas mashina birdan o'chib qoldi. O'g'lim, mana shu mashinani olganimga ham 9 yil bo'ldi. Buzilaveradi. Jonga tegib ketdi. Mashina sohibi mana shunga o'xshash tashvishlar bilan aravasini titkilardi. Meni battar vahima bosardi. Atrofga sekin qarab qo'ydim. Hamma yoq tinch. Mashinadan tushdim. Amaki hali ham javrardi. Atrofda hech kim yo'q. Chiroq ham, uy ham. Birdan mashina oldiga shofyor aka kim bilandir suhbatlashayotgan ekanligini eshitib qoldim. Qo'rqib ketdim. Mashinaning oldiga o'tsam, yoshgina yigit, yoshi taxminan 20larda. Atrofida ular mashina haqida gaplashishardi. U men bilan salom alik qilmasdan mashinani tuzatishga kirishdi. Mashina yurdi. Yigit ham mashinaga o'tirdi. Yo'lda davom etdik. Xudoni o'zi yubordi sizni menga. Yordamingiz uchun katta rahmat ukajon, gap boshladi shofyor. Arzimaydi. Bu yigit o'g'lingizmi? Yo'q, sportchi ekan. Yo'l-yo'lakay olib ketyapman. Ha, yaxshi. Uka, o'ziz bu yerlarda nima qilyapsiz o'zi? Yigit shofyorga qarab g'alati qaradi. Yigitga savol yoqmadi. Aka, meni uyim yo'q. Shu yerlarda yashayman. Qanaqasiga? Bu atroflar bir paytlar qabriston bo'lgan bo'lsa, dedi. Nima, qabristonda odam bo'lmaydimi? Deb haligi yigit so'zini davom ettirdi. Yigitning ko'zlari yonib shu gapni gapirdi. Shofyor to'xtatgichni qattiq bosdi. Yigit mashinani oldiga o'tirgandi. Damasning oynasiga boshi tegib tashqariga chiqib ketdi. Shofyor ham yaxshigina silkindi. Faqatgina menga hech narsa bo'lmadi. Ikkalamiz ham mashinani oldi qismiga qaradik. Tavba, yigit g'oyib bo'lgandi. Bizga jin uchraganini sezdik. Shofyor hech narsa demasdan sekin qo'zg'aldi. Hatto mashinadan tushib yigitni qidirmadi.
tuman markaziga qadar ham gaplashmay ketdik. Yo'l bo'yi shofyor diniy duolarni o'qib ketdi. Men ham tuman markaziga yetib keldik. Qayerda tushishimni unga aytib, u to'xtadi. Men uyga kirib ketdim. Shundan keyin ana shofyor umuman uchratmadim. Uyga kirdim. Doimgidek kech kelganim uchun yaxshigina gap eshitib, uyimga kirdim. Sumkamni tashlab, yechilmasdan turib joyimga o'zimni tashladim. Bir necha soat avval bo'lgan voqea haqida o'yladim. Meni ter bosdi. Buni ko'p o'ylashim o'zimga zarar ekanligini sezdim. Unutishga harakat qildim. Dush qabul qilib, keyin uyquga ketdim. To'g'risi, shu kechgacha juda ham yomon tushlar ko'rdim. Tushimda ana shu dalada bo'lib o'tgan ishlar qayta-qayta kirdi. Ammo sal boshqacharoq. Xuddi o'sha joy. Biz yo'l o'rtasida to'xtab turibmiz. Damas'ning eshiklari ochiq. Shofyor qotib qolgancha oldiga tikilib turibdi. Men sekin mashinadan tushdim. Atrofga qaradim. Haqiqatan ham hech kim yo'q. 10 metrcha oldinga yurdim. Qalin tuman. Haligi yigit ko'zimda ko'rindi. Tik turib menga g'amgin ma'noda qarab turardi. Uning lablari qimirlamasdi, biroq u menga nido qilishni boshladi. Menga yordam ber. Menga yordam ber. U shu so'zlarni aytib yig'lardi. Qo'rqib uyg'onib ketdim. Soat 2 dan 40 daqiqa o'tgan. Hammomga kirdim. Yuzlarimni yuvdim. Yuvinayotganimda suv ketadigan tuynukdagi qizil narsaga ko'zim tushib qoldi. Bu ruslarning xochi edi. Xochga diqqat bilan tikildim. Menga yordam ber. Yana o'sha ovoz. Dahshat. Vahimaga tushdim. Endi o'ngimda ham qulog'imga eshitilardi. Titrab joyimga yotdim. Xochni yotog'imga yotganimda ham qo'limdan qo'ymadim. Biroq shundan keyin tinch uxladim. Uyqudan turganimda qizil xoch yo'q edi. O'sha kuni mashg'ulotlardan qaytayotganimda albatta o'sha yerga to'xtashimni ko'nglimga tugdim. Ikkinchi qismi hali bor.